Aka-uka, opa-singillar, yurtdoshlar, vatandoshlar, Moskvada, Sankt-Peterburgda yurgan akalarimiz, ukalarimizga mana xizmatchilarga shunaqa avtobuslarimiz bor. Davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslar. Aka-ukalar, kimda kim chipta asosidan davlat tomonidan qo'yilgan ofitsialniy reyslarda avtovokzaldan avtovokzalga ketish istagida bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Bizda pryamoy reyslar, pryamoy nomerlar, hech qanaqa o'rtada posredniy yo'q. Aka-uka, opa-singillar, ushbu avtobusimiz xudo xolasa 2,5-3 sutkada Sobir Rahimov vokzaliga yetib boradi. Toshkentga dokumentida muammosi bor akalar ham bemalol telefon qilaveringlar, umuman o'ylanmanglar. Dokumentinglar muammo bo'lsa, yo'lda hamma yo'lda ilojisi bor. Shopir akalarga, starshi bolalarga salomatligini qilsanglar, bezdepor, bezaplet olib chiqib ketadi. Zolotoy koronadan ko'p telefon qilishadi. Aka, Zolotoy koronadan qarzim bor, chiqib ketolmaymanmi deb. U bizni qo'limizda emas, akalar. Zolotoy korona agarda sizlarni krasniy qilib, sud qilib chegaraga berib olgan bo'lsa, qaytarib yuboradi. Kimdir 500 ming bilan ketib boryapti, kimdir 300 ming bilan ketib boryapti, kimdir 15 ming qarz olgan qaytib kelyapti. Takshda u bizni qo'limizda emas, uni Zolotoy koronani o'zidan bilasizlar. Sankt-Peterburgda yurgan akalarimiz diqqatiga mana ko'p Sankt-Peterburgdan so'rashadi. Akalar, reyslar xudo xolasa через Moskva amalga oshadi. Pryamoy avtobus yo'q Peterda. Nimaga desanglar, Peterga avtobus qo'ysak bir kunda to'lmaydi avtobus. 50 ta odam bo'lib ketishi qiyin Peterda. Peterdan odam kelsa 15 ta, 20 ta odam kelyapti xolos. Takshda reyslarni через Moskva amalga oshirsalar bo'ladi. Peterga yengil mashina qo'yib qo'yganmiz, o'zimizning mashinalar, o'zimizning tanish bolalar qo'yib qo'yganmiz. Takshda o'ylanmasdan, cho'chimasdan bemalol ko'rib turgan nomerga обращаться qilinglar. Boshqa yana qanaqa savollar sizlarni interesovat qilayotgan bo'lsa, savollarga javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtobuslarning eng zo'ri bizda, unutmanglar.